Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Dream League o'yinida onlayn o'ynab ko'ramiz. Xo'sh, mana akkauntimni ko'rsataman. O'yinchilarim charchab yotibdi. O'zim yig'ib tergan akkauntim. Yaqinda ochdim. Xo'sh, o'ynab ko'ramiz. Mana video kesilmaydi. Yutsam qilsam ham qo'yaman. Anchadan beri o'ynaganim yo'q, qo'lim chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Ammo sizlar uchun harakat qilaman. Kasal bo'lsam ham. Akkauntimiz normal. Xo'sh, raqibimiz akkauntlari ham normal ekan. Ajoyib. Yaxshi. Lewandowskilar. Do'stlar, mana men Real emblemasini qo'yganman, logosini. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zim sizlarga o'rgatib qo'yaman keyingi videolarda. Kerak bo'lsa kommentariyalarda yozib qo'yinglar. O'zim o'rgatib qo'yaman. Kommentariyada yozinglar hamda mana shu video 100 ta like yig'sa, biza logo qo'yishni o'rgataman. Xo'sh. Voy, xato qilib qo'ydim o'zim. Negadir raqib o'ynamayapti unchalik. Menimcha raqibimiz chiqib ketdilar. To'g'ri tushunamiz. Nimaga bilmadim. Do'stlar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Kasal holimda ham sizlar uchun video olyapman. Bu menga motivatsiya bo'ladi. Qaytini o'rnib ko'ramiz. Xo'sh. Liga. Xo'sh, mana Usmon Dembele, De Gea, ajoyib akkaunt, raqibniki ham. Mana logoni qo'yishni sizlarga ham o'rgataman. Like bosing. Yana bir takrorlab o'tay. Sizlar 100 ta bo'lishimiz kerak, obuna bo'linglar. Voy. Yaxshi. Cristiano. Raqib ustimizdan kulyapti. Shunchaki oxirida kim kularkin deb qo'yib qo'yaveramiz. Judayam qo'pol o'yin. Holland kunda o'tkazmayapti. Lamine Yamal. Kylian Hafsini o'tkazmadi. Salahga pas beramiz. Salah qochib ketadi. Qordan zarba va gol. Mbappe. Yaxshi. Cristiano Lamine yana dog'da qoldirdi. Trent xavfni bartaraf etdi. Holland Хорош.
Rudiger yaxshi o'ynadi shu joyida. Oh, bunisi endi kartochka. Yon taraf bilan kimdan kim men bilan o'ynamoqchi bo'lsa, kommentariyaga Gobir Gabir deb yozsin. Jarima zarbasi Bastoni. Raqib anchayin qo'pol o'ynar ekan. Xo'sh, zarba o'xshamadi. Birinchida ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning foydamizga. Xo'sh, Viniciusni tushiramiz. Modric. Xo'sh, mana bunday.